Hurmatli kuzatuvchilar, mana suhbatlarimizni kuzatib turgan insonlardan savol kelibdi. Savolda aytyaptiki, mana shu yoz oylarida kun isishi bilan burunda tomoda jarrohlik usullarini o'tkazsa qanday bo'ladi degan. Umuman yuqori nafas yo'llarida burunda mana adenoidlarda mana tonzillektomiya degan halqumdagi murtani oladigan paytda unga ko'rsatma bo'lishi kerak. Har doim ham qish paytida ham boshqa paytda ham ko'rsatma bo'lishi kerak. Shu narsa zarurligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Mana endi bizda yoz oylari kelgandan keyin kunlar isib, operatsiyadan keyingi holat og'ir kechadi bemorda. Chunki havo issiq, qon tomirlar qonga to'lgan, operatsiyadan keyin bo'lgan holatda bemor ancha og'ir kechadi. Shuning uchun yoz oylarida agar rejali ravishda qilinadigan jarrohlik usullarini to'xtatib tursak ham bo'ladi. Lekin hayot uchun xavfli bo'lgan operatsiyalar bor. Mana agar shu operatsiyani qilmasak, insonning hayotiga xavf soladigan operatsiyalar. Mana quloqda, burunda, tomoda. Ana bularni albatta faslga qaramasdan, kunni davriga qaramasdan qachon bo'lsa ham buni darrov jarrohlik usulini qo'llab bemorni sog'ayishi to'g'risida o'ylashimiz kerak.